Mana endi qizlarjonlar eng asosiy ozdiruvchi mahsulotimiz Drying Effectni ko'rsataman. Demak, bu Drying Effect 3D Slim programmasiga kiradi. Aynan ozish uchun kerak bo'ladi. Bu aynan ob'yomdan zo'r ketkazadigan choy hisoblanadi. Achoklarni zo'r haydaydi, yog'larni eritadi va davleniyani bir me'yoriga keltiradi. Aynan bu demak ichida 20 ta bo'ladi, parashok ko'rinishida bo'ladi, miyata ta'mli bo'ladi. Mazasi, ya'ni me'daga tegmaydigan, shirin bo'lmagan, miyatni mazasini beradigan zo'r choy hisoblanadi. Davleniyani o'zi uchun ichsa ham bo'ladi, achoqni o'zi uchun ichsa ham bo'ladi, ozdirish uchun ichsa ham bo'ladi. Xullas, koni foyda bo'lgan mazali yaxshi choy. Yana bir narsa, har doim ozish jarayonida uzilmas qilib beradiganimiz bu detox. Detox ichki achishishni qilib beradi. Mana 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichi demak oshqozon ichaklarini tozalaydi, ikkinchisi jigarni, uchinchisi esa buyrak va siydik yo'llarini tozalab beradi. 100% tabiiy bizning hamma mahsulotlarimiz ekoprodukt hisoblanadi. Giyohlardan tashkil topgan, demak ichni organizmni to'liq tozalab beradi. Mana shuni o'zi bir oylik programma bo'ladi. Xo'p, buni o'zi 310 ming so'm turadi. Har bitta shagini alohida qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana har bitta shagi alohida ham turadi. Mana detox 1, detox 2, detox 3 bo'lib, har bittasi turadi. Bu bittalab olsangiz 110 ming so'mdan, 3 tasini bitta katta korobkada qilib olsangiz 310 ming so'm bo'ladi. Drying Effect choyimiz esa 144 ming so'm, bitta pochkasi demak 10 kunga yetadi. Kokteyl bilan birgalikda ichganda zo'r ozdirib beradi. Aynan kokteyl bilan har doim birgalikda ishlaydigan choyimiz hisoblanadi.